Dahhuya. Gunoh dahhuya. Dahhuya gunoh deb vasiya qilyapmiz. O'sha pulni to'g'risi men bilaman. Men kechalari yig'layman. Men sizlarga ochay, men yig'layman. Kecha ham mana men yig'ladim. Alloh kechirsin gunohlarimizni. Lekin pulni ham topyapmiz. Men savobni ham qilyapmiz, savobni, amalni ham. Namoz o'qilmasiga ham baribir kimdirlar yordam tep turibdi. Ihsonimizni qilib turibmiz. Biz buni qilib olib chiqib, qayda qilib yordam qilib turibmiz. O'tgan yili 7 yildan beri poliklinikada yashab turgan ayolga uy berdik. Necha kunda olib berdik? 3 kunda. 3 kunda olib berdim. Sardor ham qo'shildi, rahmat Sardorga. 3 kunda uy olib berdim. 3 kunda. 3 kunmi, 4 kunmi? Shahnoza degan qizga 3 ta bolasi bilan. Yetti yil poliklinikada yashagan ekan. Efiriga shunday kirib bo'lsam, meni ko'rib yig'ladi. Nargiza, ha, mana ismini bilasizlar ekan. Yig'ladi. Aziz aka, bugun juma kuni sizni ko'rdim. Sizni men juma kuni ko'rdim. Deb turib yig'ladi. Keyin ko'tarildim, sharoitlarni ko'rsatdim. 3 kun yo 4 kunda Toshkentdan bitta uy oldik.